Assalamu alaikum, hurmatli ko'ruvchilar. Bugun Bayaman Batır bazarı bu Qadamjay rayonuna qarashdi. Haftanın cuma günü bo'ladi. O'ta cho'ng bazar bu yerda dag'i Batken oblusundan jana ошондой эле Ош, Жалал-Абад ошол жактардан дагы мал алганы, мал сатканы алып келишет. Сиздерге эми тайларды тартып көргөзүп кетебиз. Сөз каналга катталып, лайк басып коюңуздар, башкалар көрүшүнө себепчи болосуздар. Aka tay qancha bo'ldi? Jaldınız mı? Aka tay qancha bo'ldi? 30 ming so'm bor. 30 ming so'm kami bor ekan. Erkek tay ekan buna. 6 oylik tay. O'tdi. Bu qancha bo'ldi aka? Oldi-mi? Erkek tay. 33 mingga alınıptı. Yaş qanchada ekan buni? 1,5 yaşar tay ekan buna. 33 mingga alınıptı. Qancha oldu tay? Qancha oldu tay aka? 36'ga vermeydi abi. Жақсы. Қаласаңыз telefon nomerlerini qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'ruvchilar ko'rak so'rab o'tadi. Menda bor. O'zbekistondan so'rashganlar bo'lib o'tadi. Qalasangiz da. 33 mingga dedingizmi? 36. Erkek tay ha? Yaşı qanchada? 1,5 yaşar ekan. Erkek tay. Bazarınız versin. Bu kaçana vermedin taxtı? 36. 1,5 yaşar tay ekan. Sizni tayingiz yaşı qanchada aka? Jetelek. Qancha oylik bo'ldi? Shunday taylar qancha oylik bo'ldi? 5 oylik bo'ldi. Qancha bo'ldi? 25 kun bo'ldi. Yaxshi. 25 ming baho aytilish bo'lsa, Ya, şuga berib 25 mingga berilibdi. Erkek taymi? Urg'achi tay ekan. Ayta oldi. Shu, bazaringizlar bersin. Bu yoqda dag'in cho'ngrab taydalga keldik. Qancha bo'lib tur aka? Qancha bo'ldi? Taqsir. 200. Qo'yarasiz. Yaş qanchada bu? 1 yaş 3 oylik. 1 yaşar 3 oylik. Bag'i emeге tayyorlay turgan otlardan o'xshaydi, ha? Uloqqa. Uloqqa tayyorlaysiz. Yaxshi. 200 ming kemi bor ekan buna. 200 ming so'mlik tay, bunday aytganda 1,5 yaşar yaşı. Tur aytdimmi? Otыңыз жақсы екен, егер қаласаңыз telefon номерін qoldirib ketsangiz bo'ladi. Shundaylar so'raganlar ko'p bo'ldi bizda. O'zbekistondan nimadan? 0779 75 21 55. Uşul nomerga chalsangizlar, uşul taydın ayting WhatsApp nomeriga. 7964 101 11 17 nomeriga chalsangizlar, WhatsAppga baylanışasizlar. O'zbekistondan da ko'pdan tuğanlar manga o'tkanda жазып surab atқан. Mana ошол sizler izlеген taylar. Video dagı бар ekan, baylanışыңызlar. Barıqsı da bizga qarash. Bazarыңыз берсин. Арга ата. Hazır ушул эле атын экинчисini көрсөтөм. Баягы эле айтылган номерлерге кайрыласыздар. Мына. Экинчи ат ушул экен. Жаш канчада экен бул атты? Жо, мына экен о. Qancha deydi pulini? 200. Yaşına aytadi. 2 yaşar ekan bu. Yaş ekan da bu. Ot qancha yoshda qaraydi? Kim biladi? 20da qaraydi. O qo'shin. Tramvay olsalar bu qancha uloqlarda. Küçük bor edi. Uloqindiradi. Yaxshi. Bizde bir ot bor edi. 25 yaşga ham. Bulatlar qancha bo'lib qolibdir? Assalomu alaykum. Mana olinib tur aka? 85 ga sotildi. Yaşı 3 yaş. Yaxshi, 3 yaşar ot ekan buna. 85 mingga sotilib turishi. Narxi-chi? To'qilgani. To'qilganida egasi cho'q bo'ldi. Narxi 70. Yaxshi chaqim bor ekan. Men aytib berdim. Teyversin. Nakleyka qilib qo'ysa kerak. 70 mingga sotilib turishi. Yash qanchada ekan bu? 4 yaş. Siz ham rasoatga qiziqasiz, bor uyda? Mana bir 55 ga berilib aytadi. 55 mingga berilib aytadi ekan. Siz ertaroq bozorga kelib janim olib olishim kerak. Janim olib olishim kerak ekan sizda. Bunisi 61 ga sotildi. 61 mingga. Yash. Beni egasi cho'q bo'ldi, to'q qo'ydi. Yaxshi. Sizda qancha ot bor hozir?
Майбер рахмат Рахметович, бұл тарапта. Мына ошо сіздерге қолдан келиши аракет бұл көргөзүп туғандар сөз каналға катталып қойыңыздар. Біз аябай қуанып қалабыз.